Assalomu alaykum azizlar, yo'q. Xato emasmi? Assalomu alaykum aziz navoiyliklar, assalomu alaykum ahli Instagram. Navoiyda xudo xolasa har kuni to'y. Yonimizda Shahboz aka Aliyev bugun oqshom bazmgohida chiroyli xizmatda biza. Kayfiyatlar qanday aka? Avvalambor assalomu alaykum, kayfiyatlar a'lo darajada. Mana bugun Shahbozjon do'stimiz bilan oqshom to'yxonasida chiroyli to'yni guvohi bo'ldik. Zo'r. Qarshi bo'lsangiz savollaringiz bor? Boshlaymiz. Deyman. Xo'p, birinchi savolimiz Shahboz aka Aliyev faoliyati boshlaganiga qancha bo'ldi? Faoliyatimizni 2012-yildan buyon shogird tariqasida boshlaganmiz. O'zimiz 2022-yildan buyon birgalikda jamoamiz bilan Akmal aka, Navruz aka, Shahboz aka, Javlon akalar birgalikda hammamiz ijodni boshladik. Xudoga shukr, ijodda yomon. Shahboz aka bilan juda ko'p birga xizmatlarga tushamiz va qisqa vaqt ichida o'zini muxlislariga ega bo'lgan yosh, iste'dodli ijodkor. Savolimizni davom etamiz. Aynan yangi mavsumda qanaqa yangiliklar kutsin xalqimiz sizdan? Nima yangiliklar bor? Yangi duetlar, guruhimiz zarbli cholg'ular bo'yicha ustasi, ya'ni Navruz akamiz bilan, Akmal akamiz bilan nomerlar tayyorlangan. Nasib bo'lsa, xalqimizga hammasini baham ko'rish niyatimiz bor. Shahboz aka Aliyev va estrada guruhi to'ylarga qanchaga xizmatga keladi? Endi Xatirchi tumanidanmiz o'zimiz. Xatirchi tumaniga 4,5 million atrofida, Navoiy viloyatiga $400, $450 atrofida, Uchquduq, Zarafshon tomonlarga 600-700 atrofida xizmat qilib kelyapmiz.